Qara, bir dugonam 4-sini qiz tug'di. Shunda tug'ilgan tirik jonda endi u. Tirik jon. Ismini nima o'g'il bo'lsin deb qo'ygan. Yo, mayli, o'g'ilay eshitganmiz. O'g'ilxon eshitganmiz. Endi o'g'il bo'lsin. Ertaga u erga tegishi bor. Katta bo'lsa o'g'il bo'lsin. Endi qaynonasi bo'ldi. O'g'il bo'lsin, bir chaqiradi, ikki chaqir o'g'il bo'lsin. O'g'il bo'lmay o'l. Choy olib keling. Bir erkak rostdan-da. Yana bittasi bor, qarab tur. Yana bittasi bor. Nima edi? Bo'ldi qiz. Yo, bu o'g'il qiz uni u Xudodan beriladigan ne'mat. Nima kerak bu? O'g'il bo'lsin. Bo'ldi qiz. Bo'ldi qiz. Bo'ldi qiz. Yo, bolani uni qiynamayli, izdivatsa. Xuddicha anaqa deyapti. Qimmat. Ko'chada yurasizlar, Yandex bo'lgan qimmat mashinalar. Qimmat mashinalarning tepasiga izdivatsa qilib taksi deb yozib qo'yishadi. Ilib qo'yishadi. Chiqib yopishtirib qo'yishadi. Tasavvur qilsam, qimmat mashina, brendli mashina tepasiga taksi deb sariq. Izdivatsa-da bu. Hozir sen qimmat mashina menga kelding. Men seni xumoridan chiqquncha izdivatsa qilaman. Hozir tepangga taksi qilib yopishtirib qo'yaman. Ko'chada shunaqa yuraman. Yurasan. Yura. Qimmat mashinamsan? Ha, yurasan. Sharmanda bo'lib yurasan deganini qara. Unaqa qilmaylar qizlar. Yana shu ismni qaynonasi qo'ydiradi. Siz mana shu ismni qo'ying, 100% o'g'il tug'asiz deganini qara. Yana ana tug'ilgan chaqaloqi ko'rinishi sal o'g'il bolagina adasiga o'xshab ketsa, ko'rinishi o'g'il bolaga o'xshab turibdi. 100% bundan keyingisi toj o'g'il bo'ladi, xudo xolasa. Mana ko'rinishi o'g'il bolaga o'xshaydi degan qara. Bir norasida aybi yo'q go'dagi xohlagan kuyga solishadi. Mana bunga qora qalamda chizib qo'yib bolani. Bola yotda ich bilan mana bunga qora qalamda bundan qo'chib qo'y. Ko'z temaydi. Birinchi qaragan odam shu qora tojga ko'z tushadi degani qara.